Agar siz hayotingizni o'zgartiradigan 6 ta maxsus namoz haqida bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Aytgunimcha, like bosib, sahifamga obuna bo'ling. Agar bir tilaging bo'lsa, bu namoz bilan Robbingga yuzlan. Hojat namozi ehtiyoj paytida Allohga sig'inish eshigidir. Ikki yo'l orasida ikkilanib qolsang, Allohdan xayrlisini so'ra. Istixora namozi qalbdagi shubhani ketkazadi. Ishqor namozi bomdod namozidan keyin quyosh chiqib taxminan 15-20 daqiqa o'tgach o'qiladigan 2 yoki 4 rakat nafl namozidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu namozni o'qigan kishiga to'liq haj va umraga teng savob berishini bashorat qilganlar. Masjidga kirilganda darhol o'qiladigan 2 rakat namoz. Rasululloh masjidga kirgan kishi o'tirmasdan 2 rakat namoz o'qishni tavsiya qilganlar. Tunning eng sokin paytida hamma uxlab yotganda Robbing bilan yolg'iz qolish bu Allohga eng yaqin bo'ladigan fursatdir. Duolar rad etilmaydigan, rahmat yog'iladigan onlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu namozni hech qachon tark etmaganlar. Eng muhimi 5 vaqt namozdir. Farz bo'lgan 5 vaqt namoz Robbing bilan kun davomida 5 marta uchrashuv. Bu namoz qalbni poklash, gunohlarning kechirilishi va jannat eshiklarining ochilishini kalitidir. Videoni eng yaqin insoningizga ulashing, ular ham bilsa, sizga ham foydasi bor. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, izohda amin deb yozib keting.